Barchaga salom do'stlar. Kutaneus terida shikastlanishga sababchi bo'luvchi 3-xil bizdagi zamburug' turi esa dermatofitlar hisoblanadi. Quyidagi rasmda biz bir qancha elementlarni ko'rishimiz mumkin. Birinchi zamburug' haqida umumiy ta'rif beradigan bo'lsak, bu keratinni yoki terini, sochni, tirnoqni zararlaydigan zamburug' hisoblanib, ular ko'pincha tineya deb ataladigan kasalliklarni keltirib chiqaradi. Birinchi elementimiz mana bu yalang'och bolakaylar tasvirlangan hamda ularni tanasida T, E hamda M harflari tasvirlangan. Bular zamburug'ni o'zining turlari. T harfi bilan trichofiton, E harfi bilan epidermofiton, M harfi bilan esa mikrosporum shakllari keltirib chiqarilgan va ularni aytganimizdek kiyimsiz shakli asosan terining ustki qavatini zararlashi bizga ifodalab beryapti. Endi markazda robot tasvirlangan hamda robot oyoq kiyimi yo'qligini e'tiborga oladigan bo'lsak, kasallik o'zi qanday yuqib oladi degan savol tug'iladigan bo'lsa, asosan shu sport zallarda, basseynlarda yalangoyoq yurish natijasida yoki bo'lmasam teri bilan bevosita kontaktda bo'ladiganlar, atletlarda, kurashchilarda va hayvonlar orqali ham yuqib olishi mumkin. Lekin bular ichida ko'proq sportchilar xavf guruhida hisoblanadi. Aytganimizdek, qanday kasallik keltirib chiqaradi deydigan bo'lsak, bu tineya, ya'niki mana bu robotning bosh, gavda, oyoq sohasida joylashgan zang rangidagi halqa ko'rinishidagi toshmalar tasvirlangan. Buni o'ziga xosligi halqaning markaziy qismi oqish rangda ekanligi va qayerda uchrashiga qarab turib buni bir buncha farqi bor. Buni mana bu jadvalimizda ham bilsak bo'ladi. Misol uchun tinea capitis desak, bu boshda uchraydigani, tinea corporis bu tanada uchraydigani, tinea cruris bo'lsa asosan chov sohasida, tinea pedis bo'lsa oyoq sohasida va oxirdagi onkomikozis holati bo'lsa bu tirnoqlarda uchrashi mumkin bo'lgan bitta holat hisoblanadi. Elementga o'tadigan bo'lsak, do'stlar, tirnoq bilan tasvirlangan mana bu kishini tirnog'ini yeyotganligi tasvirlangan va diagnostikasida ko'pincha klinik ko'rish o'zi yetarli hisoblanadi, lekin buni tasdiqlash maqsadida yana bizdagi kaliy gidroksid yordamida ko'rilganda shoxlangan blue yoki ko'k rangdagi shoxlangan zamburug'larni ko'rsak bo'ladi. Mana bunday shakldagi. Keyingi element esa do'stlar, buni davolash turi qanday bo'ladi degan savol tug'iladigan bo'lsa, davolashda endi bizda 3 xil dori yordamga kerak. Bulardan birinchisi mana shu yana qarag'ay mevalari. Ular asosan shu yengil holatlarda, ya'ni konazollar hisoblanadi. Ya'ni umumiy azol guruhi. Endi mana bu sallani biz turbin deyiladi. Bu turbin yordamida biz endi yana bir dori terbinafin dorisi, bu ko'pincha ichiladigan dori hisoblanadi. Og'irroq holatlarda bo'lsa griziofluin dorisi ichiladi. Bu mana bu qo'lidagi idish turibdi. Bu idishda yog' bor, solidol bor degan bo'lsak, bu inglizchada grease deyiladi. Shu grease so'zi yordamida biz griziofluin deb nomlangan dorini bilsak bo'ladi. Umumiy shu barcha 3 ta tur, mana 3 ta turlarni biz jamlagan holatda dermofitlar deb nomlasak bo'ladi. Yana bir ma'lumot do'stlar, biz xalq orasida tarqalgan shu gribok deb qo'yamiz. Shunaqa kasallik bor, ya'niki shu teridagi zamburug'li kasallikni keltirib chiqaruvchi asosiy sababchi ham shu dermatofitlar hisoblanadi. Ya'ni oyoq panjasidagi qitishish, terining ko'chishi, tirnoqlarning qalinlashi, sarg'ayib ketishi, tanada yoki chov sohasida shunaqa halqa ko'rinishidagi toshmalarga sababchi bo'lishi bu kasallikni o'ziga xosligi hisoblanadi.